14-aprel sanasida mana tashqarida Real Tiger degan giloslarimiz ana rang olyapti, sarg'ayapti. Parnidagi qizardi, parnidani xudo xolasa tashlab o'taman. Mana o'tgan yil ekkanmiz shularni. Mana o'ta serт hosil gilos. Real Tiger ertakina. Mana o'sha bularni oqarib, bularni qizarib qopti. Mana sizlarga o'zimizning Bohot giloslardan oldin chiqadigan navlar bor. O'zbekistonga kelgan, bularda 5 yillik, 6 yillik bog'largacha bor. Mana o'tgan yil kirgan daraxt. Xudo xolasa qizarishlari zo'r. Sarg'ayadi, qizaradi, qorayadi. Qop-qora bo'ladi bu gilosimiz. O'ta qattiq, kalibri yirik bo'ladi. Mana do'stlar, buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganman. Xudo xolasa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Zakasni may oyidan boshlaymiz olishdi. Odatlari gilosimiz sog' bo'lasizlar.